Er xotin urushib qolsa, ayol kishi ko'proq travma oladimi, erkak kishimi desa, eng ko'p travma oladigan farzand hisoblanadi. Chunki er xotin bir-biriga nisbatan ichidagi narsalarni to'kib sochayotgan paytda farzand bu yoqda ruhan eziladi. Nimaga? Chunki hamma farzand u 2-3 yoshligidan tortib, hatto 2 yoshli bolani oldida urishsa ham ota-ona bola yig'laydi. Nimaga desa, chunki yosh boladan tortib katta yoshli, necha yoshga kirsa ham farzand doim ota-onani birga baxtli bo'lgan holatda ko'rish xohlaydi. Bizda nima qilinadi desa, farzandni oldida urushiladi. O'shaning uchun er xotin qanaqadir muammoga kirib qolsa, aqlli bo'lish kerakki, bolalarni chiqarib yuborib, o'zaro gaplashish kerak u bilan. Farzand bilmasligi kerak hech qanaqachasiga. Farzand ota-onam bir-biriga mehribon, bir-biriga mehrli deb ulg'ayish shart. Bo'lmasam, yosh bola bo'lsa agar o'sha er xotin urushsa, uni yosh bolasi bo'lsa, yosh bola kasallik orttiradi bundan. Siqiladi, yaxshigina kasallik orttiradi bundan. Agar aqli yetilgan bo'lsa, u ota-onani urishdan foydalanadigan bo'lib qoladi. Ota-onani urishdan foydalanib, har xil ishlar qiladigan, yomon yo'lga yurib ketadigan axloqsiz farzandga aylanib qoladi. Yutqiziladi-da. Xullas farzandni oldida ota-ona urushib qolsa, eng ko'p farzand travma oladi. Ota-ona bir-biridan ovora bo'lgan paytda va ota-ona farzandini yutqizib qo'yadi. Shuning uchun aqlli odam, aqlli er xotin farzandini oldida hech qachon urushmasligi kerak. Doim hattoki urushib qolgan bo'lsa ham aqlli er, aqlli ayol bir-biriga go'zal muomala qilib qo'yish kerak farzandini oldida. Farzand o'shanda tushunchasi, aqli, salohiyati yaxshi rivojlangan farzand bo'lib yetiladi.